3 million 800 mingdan qo'yib beramiz. 3 million 800 ming so'mdan. Bir qo'ylarda aka 5,5 milliondan narx qo'yapti-da. Ichida ketyapti mana shu qo'yam. Akalar men ketaveradi. Eng asosiysi tanlab olishga 100 ming plyusida. 100 ming plyus. Bu ham akalar yo'l kirani hisobiga. Siz aziz obunachilarimiz uchun qo'ldan kelgancha yana yaxshigina lokatsiyaga kelganmiz. Eng asosiysi narxi arzon, qulay, qurollikcha tayyor bo'ladigan qo'chqor olaman deb kutib turgan akalarimizga xudo xolisa bu qo'chqorlarimiz chiroyli ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ismoil Yus kanali obunachilar, chorva qo'zlari, qo'zi qo'yish qo'zlari. Hurmatli obunachilar, bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida Xayrullo akamizga qo'y firmasidamiz. Qadrli obunachilar, bugun 25-dekabr hafta kuniga payshanba. Barchangizga kun xayrli va maroqli o'tsin deb video syomkalarni chiroyli mana bunaqa akalar yillik qo'chqorlar bilan boshlaganmiz. Akalar, video boshidan bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Bugun siz aziz obunachilarga eng arzonidan ham arzon narxda qo'ldan kelgancha chiroyli narxlarda qo'yib berishga harakat qilamiz. Xayrullo birgalikda. Yaxshimi, charchamang. Mazajasini charchamang. Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa qo'chqorlarga shu udorlarni olib kelib qo'ydik. Puli yengil aka. Yengil qo'yamiz, yengil sotamiz. Xudo xolasa. Arzonchi degan nomni olaman xudo xolasa aka. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, o'tgan safar ham chiroyli narxlarda, yaxshi narxlarda qo'yib bergan. Xudo xolasa 2-3 ta obunachimiz bo'lib xarid qildilaring. Bu safar ham xudo xolasa shunaqa arzon narxlarda bo'ladi. Bitta obunachiz oldi aka. Bitta obunachiz oldi. 11 ta bir partiya bitta, ikkinchisini bitta odam oldi. Xudo xolasa bugun ham aytlar qilib arzon qo'yib beradi. Xudo xolasa bitta obunachiz oladi. Unaqalik ko'p emas soni. Zo'r. Nechta birinchi partiyamiz soni? 17 ta bular aka. Soni 17 dona xudo xolasa akalar, bari qo'chqor. Pichmaqtalari yo'q. Yo'q, hammasi qo'chqor aka. Sog'liq bo'lsa, sog'lig'i bor deymiz, pichmasi bo'lsa, pichmasi bor deyiladi. Borini hammasi qo'chqor bular. Xudo xolasa. Lekin qo'chqorni zo'rlar, haqiqatan akalar legendalar. Unda boshlarga bir quta e'tibor bering, holat zo'r. Ularni yoshligini qanaqa aytamiz endi ayollar? 10-11 oylik aka. 10-11 oylik. Hurmatli obunachilar, yillik qo'chqorlar xudo xolasa akalar bemalol yemingiz bosib beraverasiz. Yana bir 2 oy bu yoqda tish yoradi aka bular xudo xolasa. Xudo xolasa. Akalar shu tish buzishga kelgandan, qurbonlikkacha boqaman, yaxshi yetilish kerak, tayyor bo'lish kerak degan akalarimizga tavsiya qiladigan qo'chqorlar. Qurbonlikkacha xotirjam yetiladi aka. Inshaalloh. 17 dona. Eng asosiysi buni yeb ichishiga, sog'lik salomatligiga kafolatlari bor. Uyga borgandan keyin 3 kungacha aka. 3 kungacha kafolati bor. Akalar bemalol yemasa ichmasa aka. Jon Allohniki. Yemasa ichmasa. Yeb ichishga, sog'lik salomatligiga bir haftaga kafolati bor. Eng asosiysi akalar o'zi qo'ylar chehrasiga muqotab qaraysiz, hammasi dingillab turgan, sveji o'ynoqlab turgan yaxshi qo'chqorlar. So'z bilan aytganda olib chiroyli qilib baraka topaman degan akalarimizga, oshna o'g'illarga tavsiya qiladigan qo'ylarimiz. Faqat akalar bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ldi. Ukamiz yosh savdogar, lekin anchagina tajribasi bor akalar. Ancha yillik tajribasi bor, xudo xolasa. Bizi kanalda yangi bugun mana ikkinchi video syomka qilyapti. O'shanga yarasha arzonchi degan nom olishga harakat qiladi. Narxni ham qo'ldan kelgancha arzon qilib qo'yib berilaveradi. Agar buni hammasini bir joyga olaman degan aka-ukalarimizga 17 tasini nech puldan qo'yib beramiz? Aka qo'yyapti-da internetga. Ko'pchilik qo'yyapti, 5,5 qo'yyapti, 52 dan ham qo'yyapti. Biz 5 milliondan qo'yamiz. 5 million so'mdan. Yana kami bor. Eng asosiysi akalar hammasini olaman degan akalarimizga chiroyli hammasini olsin. Chiroyli narx o'tib beraman aka. Nech pul o'tib berilamiz? 50 ming o'tib beraymi? Yo, 50 ming. Maydalashma. 49 dan berishsin mana. 4 million 900 ming so'mdan. O'tadigan joyi bormi yana? Yana bor-da. Nech puldan o'tamiz? Yana 50 dan o'tsam bo'ladimi? Yo'q, butun. Aka mana 4 million 800 ming so'mdan bir yerga olishsin. Alloh bunday. Obunachilarni telefon qilsa, hammasini olaman deb. Yana o'tib beramiz uncha. Yana o'tib beramiz aka. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, telefon qilishsin, ish bitadi. Zo'r. Akalar, qo'ylar mayda yuzda qo'chqorlar emas, imkoniyatingiz bo'lsa tepasiga kelib ko'rsangiz ham bo'ladi. Ekranda telefon raqamlariga aloqaga chiqsangiz, bir qator lokatsiyalarni tashlab beriladi. Lokatsiya orqali kelib ko'rsangiz, xudo xolisa qo'ylar yoqadi. So'z bilan aytganda akalar, mo'tadil yaxshi qo'chqorlar. Hammasi akalar chehralari ochiq, yeb ichishlar zo'rligi mana badandan ham ko'rsangiz bo'ladi. Hozirgi kecha kunduzda ham akalar bemalol bitta o'sha aqiqa marosimingiz, ehsoningiz bo'lsa bemalol o'tkazadi aka, beriladi akalar. Hamma har xil, kimdir 10 millionligini so'ysa, kimdir 5 millionlik nari berisdagisini so'yadi akalar. Telefon qiling, aloqaga chiqing, bog'laning. Endi Xayrullo bunisidan donaga tanlab olaman deysiz. 100 ming plyusida aka. 100 ming 200 ming emas, 100 ming plyusida. 4 million 900 ming so'mdan tanlab olishsin aka. Hurmatli obunachilar, 4 million 900 ming so'mdan bemalol tanlab xarid qilsangiz bo'ladi. Mana shu qo'chqorni tushaganda, mana shu ko'rsataylik. Akalar, chiroyli narx. Xudo xolisa tepasi turganlarda, qarang, mana shu qo'ylarda aka 5,5 milliondan narx qo'yapti-da. Ichida ketyapti mana shu qo'yam. Akalar, mana ketaveradi. Eng asosiysi tanlab olishga 4 million 900 ming so'mga nima deyapti akalar? Zo'r. 5 millionga o'zini bermaydi-da, mana shu qo'yda hech qachon.
Akalar oling, xudo xohlasa 4 ta olasizmi, 5 ta olasizmi, telefon qilib aloqaga chiqsangiz o'sha. Toza sara aka, bular hali oldi qochdi ham emas. Aha. Sifatlariga ham xudo xolisa ko'ring, bemalol aka, bo'ybastlari ham zo'r, yemini yeb turgan, et vaxshi ham zo'r. Hozir so'yib o'sha bitta ehsonni o'tkazaveradi-da. Bemalol. Xudo xohlasa mana qo'chqorlar ham chakana qo'chqor emas akalar, mana shu qo'chqorlar bor, chakana qo'chqor emas. Yaxshi narx akalar, chiroyli narx. Faqat ukamiz shu oz olib keladi, ozgina foyda qiladi bo'ldi. Maqsad shu nima? Maqsad Aka, tirikchilik, maqsad sotish. o'sha obunachilar xursand bo'lsin. Bo'ldi, xudo xohlasa. Arzonchi degan aytyapman, arzonchi degan nomni olaman xudo xolisa aka. Xudo xohlasa. Akalar, albatta like bosib, do'stlarga videolarimiz maksimalni jo'natib turasiz. Qo'llab-quvvatlaysiz. Ukamiz otanga rahmat degan chiroyli fikrlar bilan kommentariyga yozib qoldirib tursangiz, mana shunaqa arzon narxlarda qo'yib beraveradi. Haqiqatda Sizni aytyapman. Ismoil Uzdan kelsin aka. Aytyapman, yana 100 ming xayr qilib beraman. Gap bo'lishi mumkin. Ana sizlarga akalar. Kerakmi arzoni? Mana arzon. Tavsiya qilaman. Haddi shu yurakdan tavsiya qila olaman. Tepasi kelsangiz ham haligi kichkina qo'zi qo'chqorlar yoniga kelmaysiz. Bular akalar yillik qo'chqorlar qo'ygan Yillik yaxshi aka qo'chqorlar bular. xudo xohlasa. Aytganingizdek. Olgan odam baraka topib ko'radi. Bemalol aka. Like bosib, qo'llab-quvvatlab oshna-og'aylarga jo'natib turing akalar. Oldinda keyingi partiyalarimiz bir boshqa hammasini siz aziz obunachilarga ko'rsatib berishlikka harakat qilamiz. Like bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Hurmatli obunachilar, xudo xohlasa keyingi partiyasiga o'sha narxi arzonidan so'ragan aka-ukalarimiz uchun. Jonivorlar, lekin bularda ham badallari o'ziga yarasha semiz to'lacha ekan-a? Hayrola? Soni nechta buni? Bu 9 bosh aka. Sifatlari ham shu udarda. Soni 9 dona akalar. Bitta obunachimiz olib Bitta obunachini olib, yengil tashlab qo'yadigan. Yosh oyliklarichi? Yosh oyliklar 7 oylik. Yo'q, aka. 7 oylik Plus plus minusda. minusda akalar, 7 oylik plus minusda qo'chqorlar o'zi to'qliga o'tgan akalar. Shag'iga e'tibor berasiz. To'qliga o'tgan endi buni lat sifatini ham ko'ring-da aka. Jonivor. Simjun. Junini ham olib o'tirishmaydi, o'zi to'kilib ketadi aka. Xudo xohlasa. Akalar keyin qo'yiladi kalla boshlari ham chiroyli bo'ladigan narsalar. Hozir hammasi unaqa kasal pusali ham yo'q aka. Hammasini bir joyga olib akalar chiroyli qilib boqaman, ko'paytirib yuraman degan aka-ukalarimizga, oshna-og'aylarga tavsiya qiladigan qo'chqorlarimiz. Buni yeb ichishda sog'lik salomatlik muammosi yo'q. Yo'q aka. Uylarga borishgandan keyin 3 kungacha sinovi bor. Sinovi bor, xudo xohlasa 3 kun sinovi bor akalar, bemalol aka. bo'lasiz. Qo'chqor olmoqchimiz, mana aka sizga qo'chqorlar. Ichida pichma irg'achilar yo'q. Bari qo'chqor, soni 9 dona bir joyga olaman degan aka-ukalarga, obunachilarimizga narxini necha puldan qo'yib beramiz? Aka, birra ham 4 million 41 sotilyapti. Shunaqasi aka. 3 million 800 mingdan qo'yib beramiz. 3 million 800 ming so'mdan. Bir joyga olishsin. Hurmatli obunachilar, 3 million 800 ming so'mdan Yana xayrini qilib beramiz. Hammasini olishsin. Kelishtirib beriladi. Kelishtirib beramiz yana. Kelishtirib qilib beriladi. Eng asosiysi akalar, haligi osmondan kelib yerga tushirish kerak yo'q, bo'ladigan savdo. Birra sotilyapti. Endi bular to'qliga o'tganda aka. To'qliga o'tganlar yani. Birrani 4 million 41 sotyapti. Kami mana shunaqa holatdagisini 4 million 41 sotyapti. Biz birrani narxda to'qli qo'yib beryapmiz aka. Zo'r. Akalar, yemingiz bemalol ko'taradi. Xotirjam ertalab kechqurun 300 dan 600 gramm bemalol. Hozir ham mana shu men qaraganda mana shularda bitta ehsonni o'tkazadi mana shu qo'ylar. To'g'ri. Yetishamiz mana. Haqiqiy badallar semiz akalar. Badani semiz, oriq qurug'i ham yo'q buni ichida. Eng asosiysi akalar, ko'k ishqozlarga ko'kidan ham bor ekan, shu qurg'onlikka boqaman degan aka-ukalarimiz. Bitta ko'ki ham bor aka. Eng asosiysi akalar, hammasini olaman degan aka-ukalarimiz, hammasini bir joyga olaman degan aka-ukalarimizga chiroyli qilib kelishtirib qilib beriladi. Dasturga masalasini o'ylanib o'tirmaysiz. 9 tasini bir joyga olib qayergacha yetkazamiz besplatni? Toshkentgacha aka. Besplatni Toshkentgacha. Qolgan viloyatlarga ham bor, kelishilgan holatda aka. O'zbekistonimizning 12 viloyatiga kelishilgan holatda. Bor, dasturkalarimiz bor. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqsangiz bo'ladi. O'g'illar, faqat bitta like bosib, do'stlar, birodarlarga, oshna-og'aylarga videolarimizni jo'natib qo'yasizlar. Xo'p, donaga olsa necha puldan ketadi? Aytaman aka, bizda 200 ming, 300 ming yo'q-ku. 100 ming plyusida. 100 ming plyus. Yo'q akalar, yo'l kirani hisobiga akalar, 100 ming so'm plyus. Bitta olingan o'sha yo'l kira hisobi bo'lar aka. Zo'r. Telefon qilish kerak akalar, telefon qilib bog'lanish kerak. Arzoni kerakmi? Mana arzon akalar. Telefon qiling, aloqaga chiqing, bog'laning. Bu yerda bitta sotaman, ikkita sotaman degan narsani o'zi yo'q. Nechta kerak sizga? Bemalol ishingizni bitirib beriladi. Bundan tashqari obunachizlar olib qo'yadi-da, buni 9 dona aka. Aytdim, 10 bitta obunachizga, yana bitta 10 bittani bitta obunachizga sotdim. Xudo xohlasa bu safar Men bitta obunachizni qo'y, xudo xohlasa aka. Xudo xohlasa. Akalar, hammasini olib chiroyli qilib boqing, xudo xohlasa yemashagini vaqt deb turing. Ismoil Uzdan chiqib keldim deyishsin, 100 mingdan yana xayr qilib beradi. Yana xayr qilib beriladi. Xudo xohlasa. Akalar, albatta telefon qilib aloqaga chiqing, shoshiling, bog'laning akalar. Bizdan uzoqlashmaysiz, mana shunaqa zo'rlarni ko'rsatib yuraveramiz. Faqat kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hurmatli obunachilar, shu bilan videolarimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling. Alloh javoringizga, umringizga, qilayotgan ishlaringizga, kasb-koringizga baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling akalar. Hech qachon kasal bo'lmanglar.